Assalomu alaykum. Do'stlarim, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Shu Yandexda xizmat ko'rsatadigan akalarimiz, do'stlarimiz, ukalarimizga bitta yangiligimiz bor edi. Bilasizlar, har 20 kunmi, har 30 kunda Yandexdagi hamma ma'lumotlarni yangilab jo'nata olishimiz kerak. Shu jo'natganingizda u sizlardan hamma ma'lumotlarni yangilab turib, selfie ham so'raydi. Bir do'stimiz hamma ishni qilgan, jo'natgan, ruxsat berishgan. Berishgandan keyin u o'z-o'zidan avtomobilidagi monitordan foydalanib yurgani uchun yana monitordan foydalanaman deb kirgan. Monitor selfie so'rayapti. Ya'ni bir uskunadan boshqa uskunaga ko'chib o'tganda ilova bu selfie so'raydi. U har qanaqasi harakat qilgan selfie ololmagan, chunki monitorda anaqa yo'q, kamera yo'q. Yandex texnik podдержкasiga ham telefon qilgan, ular ham yordam bera olmagan, ular aytishgan, bu hammasi telefonga mo'ljallangan programma degan. Yo'q, bu telefonga mo'ljallangan programma emas. Bu programmani yechimini topsa, hamma joyda ishlatsa bo'ladi. Ani aytishadi-yu, qalovini topsa ham qorang yog'adi. Lekin bizga murojaat qildi. Chunki monitordan foydalanish osonroq, telefonga qaragan. Biz shuni yechimini qidirib topdik. Unga shu o'zgarishlarni hammasini to'g'rilab berdik. Mana hozir yana o'z-o'zidan monitorda Yandexda xizmat ko'rsatib yuribdi. Kimda xuddi shunaqa ahvol bo'lgan bo'lsa, kimni monitori CarPlay orqali ulanib har xil prilojenerlarga kira olish imkoniyati bor bo'lsa, biz sizlarga shu Yandex Pro ilovalarni mashinalarni monitorga o'tkazib berishga yordam beramiz. Kimdir o'tkazib olgan bo'lsa, foydalanayotgan bo'lsa, bosh ustiga. Agar kimda muammo bo'lib, xuddi shunaqa selfie so'rayotgan bo'lsa, o'sha selfiesiga qanaqa joy-joyga tushirishga, qanaqa ishlatib olishga biz yordam beramiz. Siz kecha xuddi shu bo'yicha texnik podдержкасidan ham so'radik. Agar biz shuni yechimini topsak, YouTube'ga qo'ysak, sizlar xafa bo'lmaysizlarmi? Siz bizlar qaytingga xursand bo'lamiz deyishdi. Shu sababdan agar bu videoni Yandex Pro degilar ham ko'rishayotgan bo'lsa, biz oldindan sizlardan ruxsat so'rab keyin o'tyapmiz. Keyin chiqaryapmiz. Shu sababdan menimcha sizlarda bizga e'tiroz bo'lmaydi, chunki shu orqali bizning yigitlarimiz sizlarga daromad keltiryapti, o'ziga ham daromad topishyapti. Keyin ishlash osonlashyapti. Telefonda ishlagandan monitorda ishlagan osonroq deb o'ylayman, chunki monitor telefonga qaraganda 3 marta katta. Yo'llar ham yaxshi ko'rinadi. Orientiri ham yaxshi olinadi. Ishimizda unum bo'ladi. Men shunaqa deb o'ylayman. Agar kimga shunaqa nima deydi, nosozlik chiqib qolgan bo'lsa, biz tagida videoning tagida telefon qoldiramiz. Telefonlashib kelsanglar, shu joyda biz 5 minut oralig'ida hamma ma'lumotlarni yangilab beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.